Dada, nihoyat o'zingiz keldingizmi? Siz nihoyat Yovchi uchun ona topmoqchisiz. Chiroyli xola, onamda ham shu marjondan bor. Onam sizdan Yovchi bilan birga bo'lishingizni so'radimi? Unday emas. Men uchrashuvga keldim xolos. Yovchi, to'polon qilishni bas qilganda ovqatingni ye. Noto'g'ri odamni tanladingiz. Ko'rkorona uchrashish uchun kelganim yo'q. To'g'ri. Bu aynan 9-stol. Siz xafa bo'lishingiz shart emas. Qo'l-qatvoringiz yaxshi ekan. Menga moddiy shart-sharoit qiziq emas. Chunki menda hammasi bor. Aksincha, mening shartlarimga rozi bo'lsangiz, sizga va qizingizga g'amxo'rlik qilaman. Kimligingiz muhim emas. Muhimi bu 6-stol. 9-stol yon tomonda. Chiyu, shu siz aytgan yuqori martabali odammi? Hattoki qarshimdagi yigitchalik ham ko'zni quvnatmayapti. Qara, bu Chinxiao, Vengling ko'chasidagi kambag'allardan biri. Nima? Taomingni o'zgartirish uchun qizingni olib keldingmi?